Haqiqiy erkak bilan yosh bolani farqlashni o'rganing. Haqiqiy erkak mas'uliyatni yelkasiga oladi. Xatosini tan olib, uni to'g'rilash yo'lini qidiradi. Yosh bola esa aybini har doim boshqaga to'nkiydi. O'zini oqlash uchun bahona gaplar qilib yolg'on gapiradi. Haqiqiy erkak sizni boshqa ayollar hasad qiladigan, havas qiladigan darajada baxtli qiladi. Yosh bola esa shunaqa qiladiki, siz uni tinmasdan boshqa ayollardan rashk qilasiz. Haqiqiy erkak ayolning hurmatini qozonishni xohlaydi. U sizni qadringizni ko'taradi, fikringizni qadrlaydi. Yosh bola faqat hurmat talab qiladi, chunki u hali hurmatga qanaqa erishish kerakligini bilmaydi. Haqiqiy erkak hayotingizga xotirjamlik va osoyishtalik olib kiradi. Uni yonida o'zingizni xavfsiz his qilasiz. Yosh bola esa hayotingizni muammolarga aralashtirib yuboradi, charchatadi, ishonchingizni sindiradi. Shuning uchun tanlov qilayotganda ozgina to'xtab, yana bir bor o'ylab ko'ring.